5 yildan buyon amalga oshirilayotgan mamlakatimizda yashil makon umummilliy loyihasini ko'radigan bo'lsak, tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu loyiha yildan yilga rivojlanib bordi va bugungi kunda har yili 200 million daraxt ekilish hisobiga bugungi kunda 1 milliard daraxt va buta ko'chatlari ekilishiga asos solindi. Aytish kerakki, bugungi kunda mana shu umummilliy loyihalarni amalga oshirish mexanizmi loyiha hisobidan tahlil qilish kerakki, yildan yilga rivojlanib boradi. Mana shu farmonda ko'rsatib berilayotgan toza havo, ekologik, biologik xilma-xillikni saqlashga yo'naltirilgan loyihalarni amalga oshirilishi tabiiy ravishda mana shu yo'nalishlarda alohida konsepsiyalarni, strategiyalarni ishlab chiqilishi va yo'l xaritalarini ishlab chiqilishi orqali ularni to'liq amalga oshirish va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mana shu mamlakatimizda atmosfera havosining ifloslanishi yoki bioxilma-xillikni qisqarib borishi yoki tabiiy resurslarning ifloslanishini oldini olish bo'yicha mana shunday ishlarni demak samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi. Qolaversa, prezidentimizning mazkur farmoni bilan ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni oldini olish borasida bir yaxshi bir samarali mexanizm joriy etilyaptiki, bu ekopolitsiya institutini joriy etilishi nazarda tutilyapti. Mazkur farmon bilan mana shu ekopolitsiya institutini joriy etilishi o'z navbatida amalda bo'lgan davlat mana shu ekologik inspeksiyasining demak vakolatini yuqori darajaga olib chiqishga demak huquqiy bir baza bo'lyaptiki, qaysiki bu amalda davlat ekologik inspektorining vakolatlarining oshirilishi albatta mana shu huquqbuzarliklarga nisbatan, ayniqsa brakonyerlarga nisbatan ham murosasiz kurash choralarini ko'rish imkoniyatini beradi. Qolaversa, mana shu ekologik muammolar bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yoki mana davlat organlarining yirik mana shu xo'jalik yurituvchi subyektlarning ekologik faoliyatlari bo'yicha ham milliy qo'mitaning raisi tomonidan davlat rahbariga hisobot berilishi ham mana shu borada davlat organlarining va xo'jalik subyektlarining rahbarlarining ekologiya sohasida samarali faoliyatini yo'naltirishga ham bir mexanizm sifatida qabul qilish kerak. Qolaversa, joriy yil xalqimizning xalq irodasi va prezidentimizning tashabbusi bilan 2025-yil atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilinganda, mana shu yilni bir kulminatsion huquqiy hujjat sifatida buni belgilanganligini ham alohida e'tirof etib o'tish kerak. Muhtaram prezidentimizning ta'biri bilan aytganda, yilni bunday nomlanishi albatta inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning yaxlit mexanizmini ishlab chiqish kerak edi. Mana shu mexanizmni ta'minlaydigan va mazkur farmonda belgilangan vazifalarni to'liq amalga oshirish bosqichma-bosqich mamlakatimizni barqaror ekologik muhitga yaratishda o'zini huquqiy bir mexanizmi bo'lib xizmat qilishiga biz ishonamiz.